Nodir aka, klass texnikalari bo'yicha 20 yillik tajribangiz bor. Arion 630 traktorining injektorini qaysi holatlarda almashtiriladi? Juda ham to'g'ri savol berdingiz. Arion 630 traktorini injektorni almashtirishda 3 ta asosiy sabablari bor. Uchinchi sababi sizni albatta hayratda qoldiradi oxirgisi. Birinchi sababi traktoringiz qora tutallaydi va detonatsiya bilan ishlay boshlaydi. Ikkinchi sabablardan bittasi motoringiz qiziy boshlaydi va quvvatsizlanib ketadi. Traktor juda ham quvvatsizlanadi. Uchinchi asosiy sababi siz injektorni qayta remont qildirib keldingiz, yonilg'i filtrlarini almashtirdingiz. Demak, sizda hech qanday qora tutun qolmadi. Motoringiz juda ham ravon, detonatsiyasiz yaxshi ishlay boshladi. Lekin esa quvvat yo'q. Siz demak injektordan emas ekan deb o'ylab boshqa tomonlarga xarajat qilishni boshlaysiz. Shu agar 3 ta holat sizda kuzatiladigan bo'lsa, injektorlarni albatta almashtirish lozim. Ushbu holatda arzon va qulay yechim qilsa bo'ladimi? Albatta biz bunga yechim topib qo'yganmiz. Eng yirik ishlab chiqaruvchilar tomonidan biz injektorlarni to'g'ridan-to'g'ri shartnoma asosida olib kelganmiz. 50 motosoatgacha kafolatlab beramiz. Farg'ona vodiysi bo'ylab qo'yib berishimiz mutlaqo bepul. Agar sizga buni narxi qiziq bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada plyus belgisini qoldiring yoki bo'lmasa quyidagi raqamlarga telefon qilishingiz, murojaat qilishingiz mumkin.